Dinimizda chevarchilik bilan ayolning shug'ullanmog'i qanday? Yoz kunlari ko'p holda ko'ylaklarning egasi ko'ylakni yengini kalta qilib tiktirishadi. Shunday qilsak gunohga sherik bo'lib qolmaymizmi, deyapti. Tikuvchi ayollar so'rayapti. Ayol kishining chevarchilik qilishi, hunar qilishi joiz. Erining xizmatiga, o'zining vojibotlariga halol qilmasa, tirikchilik qilishiga hech qanaqa ma'nosi yo'q. Zaynab onamiz roziyallohu anha shunaqa narsa to'qib, ip yigirib tirikchilik qilar ekanlar. Vaholanki payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom u kishining hamma ta'minotini qilib qo'ygan edilar. U zotdan keyin esa payg'ambarimiz alayhisolatu vassalomga beriladigan ulush bor edi, Haybarning yerlaridan. O'shandan ulush olishardi va xalifalar ham doim ulardan xabar olib turishgan. Endi xalq onalar e'zoz qilishgan onalarimizni. Lekin hech qanaqa ehtiyoji bo'lmasa ham nega tirikchilik qilgan Zaynab roziyallohu anha deyilsa, sadaqa uchun. O'zi kelganini berib yotibdi, ehson qilib yotibdi. Yana beray desa pul yo'qib qolyapti. Pul berish uchun sadaqa qilish uchun pul topgan. Bu ham bizga ibrat. Demak, ayol kishi ishlab pul topishi mumkin ekan. Sharti agar boshida eri bo'lsa, erining ruxsati kerak bo'ladi, toyinki erining xizmatiga demak zarar bo'lmasligi uchun. Ikkinchisi, chevarchilik, shunga o'xshash ayollarga xos hunarlarni qilishlari ayni muddao bo'ladi. Boshqa ayollarga xos bo'lmagan ishlarni qilib tirikchilik qilgandan ko'ra, ayollarga xos, ularga munosib hunarlarni qilishlari yana ham yaxshi. Endi o'sha ayollarga ko'ylak tikayotgan kishilar, chevarlar ko'ylakni yengi kaltasi bo'ladimi, etagi kaltasi bo'ladimi, buyurtmaga qarab tiksalar bo'laveradi. Chunki u ko'ylakni kiyish, qayerda kiyish u kiyuvchining ishi. Misol uchun mahramlarning oldida yengi kalta ko'ylak bilan yurishi mumkin. Chunki aka-ukani oldida bu bilaklar aka-ukaga avrat hisoblanmaydi. Yoki otasining oldida avrat emas. Yoki mana boshi ochiq bo'lishi mumkin mahramlari oldida ayol kishi, ma'nosi yo'q. Erining oldida kiyinish ma'nosida hech qanaqa cheklov yo'q. Yengi kaltasini kiyadimi, etagi kaltasini kiyadimi, erining oldida xohlagancha kiyinsa kiyinaveradi. Demak, u ko'ylakni buyurtma berayotgan odam ko'ylakni qayerda kiyadi, uning ishi. Bu yoqdagi odam demak buyurtmani bajarib tikib qo'ysa, unga zarari yo'q inshaalloh.